أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugünkü dersimiz olsa Abul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Menarul Envar namlı usul fiqh hakkında yazgan bu metnin şerhi Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Envar fi şerhil Menar namlı bu kitabının biz has bölümünün beyanu mucebil emr fi hükmül vakt degan yani bahsinin ve huve imma en yudafe ila'l cüz'il evvel ev ila ma yeli ibtida'aş şuru diye gelip gelgendik. Yani biz bu bugünkü dersimizde başlaş için aldığın dersin biraz mukaddime sözü için doğru geldi. Biz musannif rahimahullah emrini vakt itibarı bilen vaktlik emir, yani vakti belgilengen emir, vakti belgilenmegen vaktsiz emir deb ikkiga bölgen idi. Bizge birinci kılıp emir gayri muvakkatni, emir mutlaqni sözledi. Ondan keyin emir muvakkatni, yani emir muqayyad bil vaqtni bunu sözledi. Bunu sözlep emir muqayyad bil vaqt 4 türge bilinadi dedi. 4 türge bilinadi dedi. Endi bu 4 türün birincisi en yekunel vaktu zarfen lil muadda ve şartan lil ada ve sebeben lil vücub. Birinci tür vakit muadda için zarf buludu. Muadda için zarf buludu. Yani zarf buludu degan gap muaddadın vakit şu ada kılıngan amelin vaktinin hemmesini alıdı. Mesela pişimli namazını desek şu gün ilgilgen tartip her narsani sayışı ikki o'xshatguncha hammasi shu vaqt bo'ladi, zarf bo'lgan bo'ladi. Ya'ni vaqt muaddatdan ziyoda. Vaqt muaddatdan ziyoda bo'ladi. Zarfan lil muaddat. Ikkinchi shartan lil ada. Vaqt adoning sharti bo'ladi. Ya'ni bu ado bo'lish uchun bu vaqtni ichida qilinishi kerak. Agar vaqtni ichida qilinmasa bu ado bo'lmaydi. Ida fata yafut. Ida fata al vaqt yafutul ada. Qachon vaqt fot bo'lsa, vaqt ketsa, adomi chiqib ketadi, qazo qiladi o'zida. Ve sebeben lil vücub. Vücubul ada. Vücubul ada'nın sebebi dedik. Yani vaqt kiydimi gedenge vacip oldu. Vaqt kiymesi gedenge vacip olmaydı. Demek bu şunu ne dedik? Birincisine yekunel vaqtu zarfen lil muadda, şartan lil ada, sebeben lil vücub dedik. Emir mukayyet bil vaqtının birinci türü bu. İkinci türü yekunel vaqtu mi'yaran lehu ve sebeben li vücubi. Çalama mi'yar vakit muaddanın mi'yarı buludu. Mi'yarga ölçümü buludu. Yani vaqt uzun bolsa muadda vaqti ada qılıngan ibadet uzun buludu. Vaqt qısqa bolsa ada qılıngan ibadet qısqa buludu. Yani Ramazandaki rozuga o'xshash mesela. Ramazan rozusunun o'zi agar kun uzun bolsa, vaqt uzun bolsa rozuni uzun tutamiz. Agar vaqt qısqa bolsa, rozuni qısqa tutamiz. Buningda mi'yar bo'ldi deymiz. Buningda vaqt şu muaddanın nimiz oldu mi'yarı buldu deyimiz. Ve sebeben li vücubi. Yani vücubel ada'nın sebebi bulundu vakit. Yani kaçan Ramazan eğikirse ruz gelen ruz vacip bulundu. Ramazan eğikirmesi gelen ruz vacip olmaydı. Ma o sebeben li vücubel ada diyen buldu. Üçüncü tür kalsın sana يكون الوقت معيارا له يعني معيارا للمؤدى لا سبب. Vakit ne için mi'yar buludu? Vakit muaddanın mi'yarı buludu, ölçümü buludu. Vakit uzun bolsa muadda uzun buludu, vakit kısa olsa muadda kısa buludu. Okşaş buludu vakit bilen muadda tam buludu. Lakin sebep olmaydı. Vakit muaddanın sebebi olmaydı. Yani vacip olsa sebep olmaydı. Mesela konumuz okşaş kaza-i Ramazan. Ramazanın kaza rüsü okşaş mesela. Ramazanın kaza rüsünü tutqanda bir adam kaza heyizler ayalı ezgör qılıp kaza rüsünü tutsa, eğer şu gün uzun bolsa, ruzunu uzun tutudu. Gün qısqa bolsa, ruzunu qısqa tutudu. Amma lekin bu şu ruzusunu kazasını tuta degan kunning o'zi şu vacip bo'lishi sebep emas. Tushundingmi? Qachon tutsa bo'ladi. Ruzuni qaza ruzuni qachbilab qapovchi qachon tutsa bo'ladi. Tushundingmi? Dördüncü nüsxası sana yekunel vaktu müşkil. Yeşbehul mi'yar ve zarf. Bunun da vakt müşkil buludu. Vakt müşkil.
Bir vecihden qarasak me'yorga o'xshaydi, bir vecihden qarasak zaribga o'xshaydi. Bir vecihden qarasak, shu faqatla shu vaqtning o'zida ham qilib bo'lgandek bu faoliyatni. Yana bir vecihden qarasak, bu nimadan ziyoda? Aniq shu vaqt shu faoliyatdan ziyoda. Nimaga o'xshash? Haj. Hajga shunda qaraydigan bo'lsanglar, haj faqatla qachon bo'ladi? Zilhajniki shu Arafat gününü tatip mesela 8. günde mesela Mina çıkan gününü tatip, Mina çıkan gününü tatip 13. günü devamlı şudu. 15 güne, şu 5 gün devamlı şudu. Şu 5 günde haj faaliyeti edip böyle de, şu 5 günden kam olmaydı, uzun olmaydı. Mavajını karışsak mi'yar, vakit mi'yar. Lakin haj ayları de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de haj ayları diyen malum aylar dep, şu Zilkade'den tatip, Zilkade haj aylardan qasırdı Zilkade, Zilhaj. Nima? Şevval, Zilkade, Zilhaj. Mavlam mesela nima aylar bo'ldi? Haj aylar bo'ldi. Şevval, Zilkade, Zilhaj. Zilhajning 10'i. Hammasi haj aylari. Qanday odamlar? Yani bir adam mesela hajni tamattu qilgan bo'lsa, mesela Şevval oyida, ya Zilkade oyida umr qilgan bo'lsa, bir adam uni keyin haj qilsa buni hajidan bo'ladi. Haj tamattu bo'ladi mesela. Agar haj qilmoqchi bo'lgan mesela Şevval oyida yaram bog'lab kelsin, saqlab o'tiradi, 3 oyning ichida saqlab o'tiradi. Zilkade yaram bog'lab kelgan bo'lsa-mu, nima qiladi? Haj qiron qila oladi mesela. Ömrünü Şevval'da qilgan umri, Zilqa'da qilgan umri nimaga hisob bo'ladi? Shu haj tamattuning umrisiga hisob bo'ladi. Tushundingmi? Demak, mavjidan qarasak nima o'xshaydi ekan? Zarbga o'xshaydi ekan. Ya'ni vaqt ziyoda. Muaddatning vaqti ziyoda. Tushundingmi? Mush gapni tushunmoqchi bizga. Mush gapni bizni kallamizni musannif rahimahulloh qaydirib, gap, mush maqsadni tushundir. Asosiy maqsad. Yani bugungi dars tugamaydi bu. Balki 2-3 ders tugishi mumkin. Allohu a'lam. Endi biz shu birinchi turda turyapmiz. Birinchi tur tugamagan qolishimiz. Bo'lsa, vaqtning muaddo uchun zarb bo'lgan, adoning sharti bo'lgan, vujubul adoniki nima sababi bo'lgan. Bu nusxaniki davom tugamagan edi. Endi ve huve imma en yudafa ilal cüz'il evvel. Hoş. Hem de bizge Musannif rahimehullah o'zi ma nasniki muqaddimasini o'zi tayyorlab bergan edi. Ya'ni zarfiyat bilan sababiyat ikkisi jam bo'lmaydi, zohir e'tibor bilan. Chunki agar vaqtning ichida elib berilsa, bu sabab bo'lmaydi. Chunki sabab degan musabbabdan baldir bo'lish kerak. Endi agar muadda vaqtning ichida elib berilmasa, vaqtning burun elib berilsa, bu zarb bo'lmaydi. Chunki zarb degan vaqtning ichida bo'lish kerak. Chunki zarb degan shu zarbning ichida ado qilingan narsaga zarb bo'la oladi. Uningkin emas. Shu sababdan ulamolar dedi, zarb degan vaqtning ham namozning vaqtining hammasi zarb bo'ladi. Shart bo'lgani mutlaq vaqt, ya'ni qaysi vaqtda o'qisa bo'ladi. Avval vaqtda o'qisa bo'ladi, o'rta vaqtda o'qisa bo'ladi, ara vaqtda o'qisa bo'ladi, bu shart. Sabab deganimiz shu nima muaddi ada namoz o'quvchi masalan namoz o'qiymi deb Allohu akbar deganda qopqan shu vaqtning kichikgina juzi parchalanmaydigan juzi shu adoning shu qilishning oldidagi vaqtning o'zi nima bu yerdagi voqeadanga vujubul adoniki sababi nafsul vujub emas. Nafsul vujub bizda nafsul vujub deb narsa bor, vujubul ado deb narsa bor. Nafsul vujub degan nima zimmaga sobit bo'lish, as-subutu fi zimma. Vujubul ado degan-ku nima luzumu ifrag zimma. Tushundingmi? Magabni bilaman. Nafsul vujub degan as-subutu nima fi zimma. Va vujubul ado degan-ku luzumu ifrag zimma. Tushundingmi? Ya'ni gardimizga vadasat vojib bo'lishi uchun nafsul vujub deb ataladi. Endi gardimizda shu bu vojibni ado qilib o'tish lozim bo'lgan, cho'qim ish qilib o'tish lozim bo'lgan vaqtda nima vujubul ado deb ataladi. Xo'sh. Endi bizga aytadida sabab deganimiz qaysi bo'ldi? Sabab deganimiz shu adoga tutashgan, shuni qilishdan bir adoga shu qilishdan bir adoga tutishib turgan juzi shu qisqa bir vaqt sabab dedi. Undan agar bir odam kechiktirib namozni kechiktirib shu vaqtni o'qimagan bo'lsa, hammasi qazo bo'lib ketadi. U chaqda sabab qazoda olib kelsa, sabab hammasi bo'ladi. Qaysi vaqtda o'qisa bo'ladi.
Endi bu muşunda halatda bo'ladi 4 turlik bo'ladi. 4 turlik bo'ladi. Birinchisi bo'ldi zarb vaqtning hammasi bo'lishi. Ikkinchisi shart mutlaq vaqt bo'lishi. Uchinchisi sabab shu adog'i tutashgan bir juzi bo'lishi. To'rtinchisi qazolab ketganda vaqtning hammasi bo'lishi deb to'todima. Endi mushuni musannif bizga tafsili bayon qildi. وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول وهو ذلك ضمن قاعدة وجوب قاعدة وجوب الأداء شنو ما وجوب الأداء يا أن يضاف إلى الجزء الأول birinchi juz'iga izof qilinadi birinchi juz'iga izof qilinadi أو إلى ما يلي ابتداء الشروع yoki shuruga ابتداء الشروع shuruning boshlanishiga yondashadigan juz'iga izof qilinadi yoki أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت vaqt istab qolgan chaqdagi juz'in naqs bo'lgan juz'iga izof qilinadi. Aw ila jumlatil vaqt yoki vaqtning hammasiga izof qilinadi. Xo'sh, endi birinchi juz'iga izof qilinadi degani birinchi juz'iga izof qilinadi degani ya vujubul adoni bir odam dastlabki vaqtda o'qiydi. Yoki uning keyinda o'qiydi, keyingi vaqtda o'qiydi, yoki keyingi vaqtda o'qiydi. Ev ila mayali ibtida shuru degan gap shuru qilishning boshlanishi yondashadigan narsaga izof qilinadi. Yoki ila juz'in naqis yoki naqis vaqtga juz'iga izof qilinadi. Vaqt hisob qilgan chog'da asl namozniki kun sig'ib qolgan chog'da asl namozga o'xshash. Yoki qazolab kelsa jimi vaqtga izof qilinadi. Misalni bashdiki ya zarb bo'ladi endi jam vaqtning hammasi bo'lib zarb bo'lib turdi degan gap. Ya shart bo'lib turdi mutlaq vaqt bo'lib ve yerdeki damir nima qaytgan ekan? Yo'q, bu yerdeki damir shu ada vujubul ada qaytgan ekan. Vujubul ada bizga 4 xil turda bo'ladi deb shuni devatmoqchi musannim. Ya avvalgi vaqtida o'qiladi. Avvalgi vaqtida. Yoki shu birinchi vaqt kelgan aman o'qiladi. Shu vaqt kelgan aman, shu vaqt kelgan aman ben namazda o'qiyman deb shu qilib bir şeyga deganim bo'ladi. Vojib bo'ladi, vujubulada. Sabab nima bo'ladi hozir? Yoki uni ikkinchi vaqt, uchinchi vaqt, to'rtinchi vaqt masalan. Keyin yurishidi. Yana qachongacha shu qilaman deb to'g'ri vaqtgacha yurishidi. Ya kichiktirib hatto asr vaqti masalan. Kun sag'irib qolsa, isfirar shams bo'lib qolgan chog'da makruhlik vaqt kelib qoldi. Uningda o'tkazasiz kun kichik bo'lganki masalan ila jumlatil vaqt jimi vaqtga ya'ni bu chog'da kamil vaqt bo'lish kerak, naqs vaqt bo'lmaydi. Bu chog'da vojibul ada shu joyda deb aytadi. Bu chog'da qado bo'ladi bu chog'da. Ada shart yo'q deb aytadi. Davat edi. Ya'ni masalan annal asla kullu asl qoida kullu musabbabin muttasilun musabbab. Har qanday musabbab natija o'zining sababiga tutashquchidir, ulashquchidir. Bu yerdagi musabbab nima? Musabbab nima bu yerga? Muadda. Namaz. Sebepçi vaqt. Sebep vaqt shunama. Bu vaqt bilan nima cho'qim tutashgan bo'lish kerak. Bu natija bilan bu vaqt tutashgan bo'lish kerak. Namozning vujubul ado bo'lishi bizga ado qilishi vojib bo'lishi, cho'qim Allohu akbar deb tahrim qilib ozgina vaqti bo'lish kerak shunama. Shu vaqtni menga gardimga vujubul ado bo'ladi. Magam shunama. Va biz nafsul vujub dedik. Nafsul vujub bizga adoblab garding vojiblab bo'lgan. Kun igildima mesela pishin namoz desak Akın bir salatı lidruk şemtikenin ilgilgen hemen yaydan gidin bulap oldu. O nefsli vücub bulap oldu. Hem de aday vücub. Yani vücubun ada kaça vacip buldu sana? Ay namaz okumayalım Allahu Ekber dedi şu kulak kalkılı kop azgın ilgili. Neymiş kalkılı ilgili değmez. Ashabın depedi çünkü çok musebbep bilen sebep ona buluş gerek. Sebep aldığı buluş gerek. Musebbep kendimiz çevreki tutuş gerek. Biz üzük kesip olmaydı. Şunun için niyet qilgan mu qachon niyatni o'rni qachon bilamsizlar? Allohu akbar deb tahrim qilib baqni o'tama. Nihayat qisqa vaqt, shu vaqtda. Men bilganimni pishim o'qish niyat qilib Allohu akbar. Shunchalik. Biz o'tirib anda 2 soat gap qilib masal qo'yday gap vaqtim yo'q, qisqa. Bunda qisqa vaqt. Fa in addayta as-salata fi awwal al-vaqt masalan. Agar sen namozni birinchi vaqtda ado qilsang, yakunul juz'u as-sabiqu ala at-tahrima. Yani tahrimiga ilgili bo'lgan bir juz ve huvel cuz'ul lezi la yetecezza. Yani bu bir parçalanmaydigan bir parça cuz sebeben li vücubis salah. Sana yani li vücubi eda'is salah. Namazda ada qilishning vojibligini sebep bo'ladi.
Sizniki hozir namozni ado qilmasang bo'lmaydigan sabab qolsa, Allohu akbar deb namozni shu qilib kichik qilib biroz avval vaqt. Fa in lam yuadda fi avval vaqt, agar namoz yoki bu odam, ya'ni bu odam namozni vaqtning avvalida ado qilmasa, tantaqilu sababiyya, yani sababu vujub al-ada degan gapim. Tushunami? Bu sababu vujub al-ada ila al-ajza' allati ba'dahu, avval vaqtning keyingi vaqtga o'tkaziladi. Fa yudafu al-wujubu ila kulli ma yali ibtida'i shuru. Endi vujub, bu vojiblik shuru qilishning boshlanishiga yondashadigan narsaga izof qilinaveradi. Min al-ajza'i sahiha. Sahih bo'lgan ajzalardan. Sahih ajza degan qolsa min al-ajza'i al-kamila. Ya'ni kamil bo'lgan ajza. Sizlar ajza kamilni nereden topsizlar? Asrda topalasizlar. Asrda ajza kamila, ajza naqisa. Asr namozining vaqti kun sayvolab qolib bo'lguncha, kun har narsaning soyasi o'ziniki ikki o'xshayotgan tartib kun ispirar shams ila ispirar shams nima? Bu ajza kamila. Min ispirar shams ila al-ghurub nima? Ajza naqisa. Shundaymi? Bu vaqtda oshkor bo'ldi. أجزاء صحيحة دينا أجزاء كاملة دمجة. فإن لم يؤدى في الأجزاء الصحيحة، فإن لم يؤدي أجر وادم ونمازني وجود كامل بغان جزئيات أداء قمصة حتى ضاق الوقت، حتى وقت قصتب كتكين غدار، فحينئذ شو جغدا يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص. أنا شو جغدا واجب لك جزء الناقص كي زبط النظر عند ضيق الوقت، وقت استبقان جغدا. وهذا لا يتصور إلا في العصر. ما نبو فقط أسر نماز لم تصور كلنا onu baş namaz emez. فإن في غيره من الصلاة çünkü asr namazının baş namazlarda kullul eczai sahiha. Hem cüz'ler sahih, kamil. Mesela bomdat namazı desek, bomdatның şu gün taң atqandan tartib taң atqandan tartib gün chiqquncha hamma ajza o'xshash. Sahih. Kamil vaqt. Gün chiqib qolma, namoz batil. Tushunammi? Lekin asr namozi o'xshamaydi. Asr namozi kun chiqishdan bari Allohu akbardan namoz shu qilib olsanglar, kun kechasimi namoz makruhlarda topadi. Tushunammi? Chunki sizga vojib bo'lgan joyda sizga qanday vojib bo'lgan, naqs vojib bo'lgan, shu naqs ado bo'ladi. Lekin bomdat vojib bo'lgan joyda kamil ado bo'lgan, kamil ado bo'lish kerak. Kamil ado bo'lmasligida namoz batil. Tushunammi gapni qoida. وهذا الجزء الناقص موجود ناقص بولغان جزء مقدار ما يساوي التحريمة عندنا. Yani Allahu Ekber deb bir namazga tahrimi bağlaşını sığdırdıgan miqdarın özü bizga qarşımızda cüzü naqis. En az, en bulamaganda namaz Allahu Ekber deb şu qiladi vaqt qaldima, şu chaqda nima bo'ladi? Shu juz'in naqis deb ataladi. Ve miqdaru ma yuadda fihi 4 rak'at. Endi 4 rakat namazda ado qilinadigan miqdar İmam Zübeyir rahimahullohning ko'z qarashida. Fala tantaqilu sababiyatu indahu ila ma ba'da. İmam Zübeyir'in göz qarashida sababiyetin sebebi vücubul ada onun keyindeki cüz'iga yetkelmaydi. Li'annahu khilaful emri ve şer. Çünkü o emrinin ve şeriatının xilafıdır deb o'ylaydi. Yani ada degani çok avval vaqtda qilish kerak, kamil vaqtda qilish kerak. Naqs vaqtda qilsak emriga xilaf qilgan bo'lmaymiz deydi İmam Zübeyir. Ondan İmam Zübeyir'ci bo'lganda bir adam asr namozini ila isfirar shams mesela kun sariq bo'lguncha asr namozini o'qimagan bo'lsa, uni keyin shu kun sariq bo'lguncha oraliqda 4 rakat namoz o'quvchi vaqt qolgan bo'lsa, buni mutgan ko'z qarashida juz'un naqs mutgan. Yani inde qabla isfirar shams kun sariqishdan burun 4 rakat namoz o'quvchi vaqt buni ko'z qarashida juz'un naqs bo'ldi ekan. Agar mushu juz'un naqsni namozni o'qib bo'lmasa, undan keyin o'tkalmaydi ekan. Undan keyin nima bo'ldi ekan? Agar kun sevlab bo'lgan namoz o'qisa, Imom Zübeyir qarshida bu namoz batil deydi. Yani ida sallal asra inda isfirar shams kun sarg'ib qolganda, kun sarg'ib qolgan chaqda asr namoz o'qisa, Imom Zübeyir qarshida bu namoz batil deyilgan. Lekin bizni endi la bizning ko'z qarashimizda undaq emas. Bizni jumhur ko'z qarashida yani hatta kun sarg'ib qolgan chaqda o'qisimi namoz geldiğinde vacip bo'ladi, naqs vacip bo'ladi, naqs da bo'ladi. Shu kun kishishdan badi shu qilvasi bo'ldi. Lekin unda qilindi emas endi u.
Xo'sh, fa in kana hadal juz'ul akhiru kamilan amdi. Agar mana bu oxirgi juz'i kamil bo'lsa, kama fi salatil fajr. Yani bomdod namoziga o'xshash mesela oxirgi juz'i yani. Bir qat namoz Allohu akbar deb shu qilvaqdagi vaqt kamil juz'i bo'lsa, vajibat kamilatan. Yani adamı kamil had vacib bo'ladi. Fa in ataradal fasad. Agar fasad to'g'ri bo'lsa, bitulu kun chiqib qolish bilan batalatis salatu ve yuhkamu bil istinad. Namaz batıl bo'ladi. Cemaat o'qish hukm qilinadi. Bomdod namozida o'zi bu asr namoz o'qimaydi. Sizlar bomdod namozida soat mesela uxlab yetisizlar. 5 minut kun chiqib 5 minut qolgan qolgan bo'lsanglar, yetti falaqo tartag'an sikib Allohu akbar deb shu qilasan namozga. Ondan sen namoz shu bo'lganda kun chiqqan bo'lsa, namoz qanday bo'ldi bilasizlar? Namoz qanday hukmi? Namoz qanday bo'ldi? Kun chiqib ketsa, siz namoz o'qitgan vaqtda namoz shu qanchag'ida kun chiqmagan. Namoz o'qitgan asnoda kun chiqib qoldi. Namoz qanday bo'ldi? Batıl. Tushunolma? Mana bilib olma. Lekin asr cho'nda bo'lsa asr batıl bo'lmaydi. İkisini o'xshamaydigan deb tushunolma. Asr bilan bomdodniki. Chunki bomdodning vaqti min avvaliha ila oxiriha vaqtun kamil. Lekin asrning vaqti shu, asrning vaqti har narsaning sayisi ikki o'xshayotganini tatib ila isfaraj shams kun sarg'icha vaqt kamil. Min isfaraj shams kun sarg'igan tatib kun chekishini va vaqt naqs. Endi vaqt naqsni bu yerda shu qilgan bo'lsa, namoz naqsida tepiydi. Ado bo'ldi ekan. Aday naqs bo'ladi. Aday kamil bo'lmaydi. Lekin bomdodda bo'lmaydi. Tushunolma? Bomdodda kamil vacib bo'lgan bo'lsa, adamning bo'lishi kerak, kamil ado bo'lishi kerak. Xo'sh, endi va in kana hadal juz'u naqisan. Agar mushu juz'i naqs bo'lsa, kama fi salatil asr. Shundaki asr namozdagidek vajabat naqisatan. Bu naqs hali vacib bo'ladi. Fa in i'tarada al-fasad bil ghurub. Agar kun chiqish bilan fasad to'g'ri bo'lsa, lam tafsudis salat, namoz buzilmaydi. Li'annahu addaha kama wajabat. Chunki u bu namozni vojib bo'lganidek ado qildi. Va kana qawluhu amda musannifning ila ma yali ibtida'u shuru'i degan qavli shamilan lil juz'il awwali va lil juz'in naqs. Ya'ni musannifniki shuru qilishning namozga shuru qilishning boshlanishiga yondashadigan narsaga izoh qilinadi degan so'zi juz' avval. Birinchi juz'i va juz'un naqs. Ikkinchi naqs bo'lgan juz'ni ham ichiga oladi. Nimish qali? Annal juz'il avval chunki birinchi juz' degani vaqtin kamil demakchi bu yerda, vaqt kamil demakchi bu yerda. Juz' kamil demakchi. Chunki juz' kamil va juz' naqs innama yasiru sababan li wujubi salati idha shara'a fi. Chunki buniki namozning vojib bo'lishning sababi bo'lishi idha shara'a fi. Namozni shuru qilsa vojib bo'ladi. Va amma idha lam yashra' fihi. Amma namozni shuru qilmasa, lam yasir sababan ujad sabab bo'lmaydi. Fayanbaghi an yuqtasara alayhi. Anda bo'lgandan keyin ay yuqtasara alayhi. Musannifniki shu ibtida ila ma yali ibtida'u shuru' degan gap bilan ham to'xtab shuna kifoyalansa yaxshi bo'ladi. İlla annal juz'al avvala biroq juz'i avval birinchi juz'i ya'ni asli musannaf shu besildagi nafs ya'ni molla juyni maqsadi nima ekan desanglar asli musannaf bunda degan bo'lsa bo'ladi deydi. Bu nasda nima dedi? Va huwa sababu wujubul ada imma an yudafa ila al-juz' al-awwal aw ila ma yali ibtida'u shuru' dedi. Nima? Asli deydi. Bunda demak juz' avval demak sababi vujubul ada ya shu shuru qilishning boshlanish shu namoz Allohu akbar deb shuru qilaydigan shu paytga yondashgan paytning o'zi sababi vujubul ada bo'ladi degan bo'lsa bo'ladi. Ila juz' avval deb bir deb o'tib, uni kenidan ila mayalida shuru deb bunda balki qo'ymay asli bizda ikki vaqt var bas. Bir juz' kamil, yana bir juz' naqis. Bunda bizim vaqt bunda juz' avval uni kenidan juz' sani uni kenidan juz' naqs deb gap yo'q. Asli deydi musannif. Ya'ni shu juz' avval degan gapni demay, faqatla shu ila ma yali yudafu ila ma yali ibtida'u shuru degan bo'lsa, shu juz' avvalni juz' naqsni uchiga olgan bo'ladi. Xo'sh. Endi nima uchun bu juz' avval degan gapni deb qo'ydi desa, illa annal juz'al avval biroq juz' avval lihtimami sha'nihi indal jumhur, ya'ni jumhur ulamolarning, ko'p sonli ulamolarning ko'z qarashida
namozni avvalgi vaqtida o'qish intayin muhim bo'lganligi uchun sarraha bihi. Uni ochiq bayon qildi. Boshqa bir vaqtdagidek, boshqa bir vaqtdagidek ochiq keltirdi. Hatta zahaba kullul a'immati siwa Abi Hanifata ila istihbabil ada'i fi. İmam Ebu Hanife rahimahullohdan boshqa hamma imomlar, mazhab imomlari namozni avvalgi vaqtida o'qish mustahab. Namozni avvalgi vaqtida ado qilsa mustahab degan ko'z qarash bo'lganligi uchun musallim mushu jihatni ko'zda tutib juzi avval deb ayrim keltirib qo'ydi. Bo'lmasa juzi avval degan aslida juzi avval deganning uchiga ila mayali ibtido shurani ichiga kirib ketadi deydi. Unda ayrim keltirmasa bo'ladi. Xo'sh, endi Imom Azam nima deydi? Imom Azam deydi, bizda namozni avvalgi vaqtida o'qish faqatlam ikki vaqtda. Biri shamni avvalgi vaqtida o'qish mustahab. Shamni. Yana biri pishimni qishda oldiratish mustahab. Undan boshqa namozni hammani kechga o'qish mustahab. Masalan, bomdatni aqatib o'qish mustahab. Uni keyin nima decho? Hanaqa pishimni kechiktirib o'qish mustahab, so'g'itib o'qish ibrat. Shunaqmi? Shunday gap. Aslinimi her narsani sadece ishga o'xshaydigan kechiktirib o'qish mustahab. Xuftamni kechinin 3dan 1ning kechinin avval 3dan 1gacha kechiktirish mustahab. Demak, hammamiz kechiktirish mustahab ekan, lekin boshqa mazhablarda avval vaqtda o'qish mustahab. Shunday bo'lganligi uchun musannif bu yerda ko'p jumhurning ko'z tutib, bu yerda juzul avval deb keltirib qo'ydi. Uni keyin keltirib qo'ydi, bo'lmasa, ya'ni keltirmasa mana shu ikkisi bir gapda. Juz, ya'ni bizda ba'nasi ikki narsa, bir nima? Juzu kamil, yana bir shu juzu naqs. Uchinchi bir narsa yo'q. Xo'sh, endi va kadal juzun naqs. Shunday juzun naqs keltirib qo'ydi. Asli shu bir og'iz gapi juzul avval juzun naqsni o'z ichiga olgan bo'ladi deydi musannif. Shu mayli ibtido shuru degan gapni o'zi ikki o'z ichiga oladi. Lekin juzun naqsni keltirdi nima qilsa? Li ajli xilafiyati Zufar. Imom Zufar rahimahullohniki juzun naqs qilgan xilof haqida. Shu chapdan Imom Zufar rahimahullohning zikrini juzun naqsning zikrini uchiq keltirdi. Chunki Imom Zufar nima dedi? Juzun naqs meni ko'z qarashimda qolsa, ya'ni 4 rakat miqdor. 4 rakat miqdori inda masalan qabla isfirash shams kunning sig'irishidan bunun 4 rakat namoz vaqti qolganda juzun naqs bo'ladi. Uning keyin juzun naqs yo'q. Yetkelmaydi uni keyiniga dedi. Shuning uchun juzun naqs degan gapni alohida mana ixtilof bo'lganligi uchun alohida keltirib qo'ydi musannif deydi. Xo'sh, endi va hada kulluhu idza adda salata fil vaqt. Shuning hammasi biz yuqorida aytgan hammasi namozni vaqtning ichida ado qilish shunday bo'ladi. Ammo vaqtni o'tkazish uchun esa va amma idza fatatis salatu an vaqt, ammo namoz vaqtini o'tib ketish uchun esa fa hina idin yudaful wujubu ila jumlatil vaqt. Jo'da bu sababul vujubul ada hamma vaqt qilib qo'yiladi. Bu jo'da namoz vaqti o'tib ketdimi, hamma vaqt bo'ladi uchun. Anladin? لأنه نمشقد çünkü قد زال المانع أن جعل كل الوقت سببا. Hem vaqtning hammasi sabab qilishdan iborat mani to'salg'i yo'qolib ketdi. Biz avvalda nimishqa qarindoshlar vaqtning hammasi sabab qilamidik. Asli hamma vaqtning sabab bo'ladi avvalda. Nimishqa desa, chuqur sabab musabbabdan ilgari bo'lish kerak dedik. Sabab musabbabdan ilgari bo'lish kerak deb vaqtning hammasi sabab qo'ysak, nima bo'lib qoladi? O zarb bo'lib qoladi. Vaqtning hammasi sabab qilgan zarb bo'lib qoldi. Sababiyat bilan zarbiyat abadan nimganmaydi, birga jam kelmaydi. Nimishqa zarfiyat degan bir narsaning ichida bo'ladi. Zarfiyat degan mazruf zarfiyatning ichida bo'ladi. Lekin vaqt degan sabablikmi? Sabab degan musabbabdan ilgari bo'ladi. Bir narsaning ilgari bo'lgan narsa ichida bo'lgan narsa qarama-qarshi biya kelmaydi. An-naqidan la yajtami'an qoida. Endi shu sababning o'zi vaqt ketdimi? Vaqt ketgandan keyin vaqt tugagandan keyin zarfiyat yo'qoldi. Shu ichida o'qishdan degan zarfiyat yo'qoldi. Undan keyin vaqtning hammasini bo'ladi sabab bo'ladi. Ya'ni qaysi vaqtda shu vaqtning o'zida ya'ni vojib bo'lgan vaqt bo'laverdi. Va huwa kawnuhu zarfan lis-salat. Ya'ni zalal mani degan mani nima deyadiki, bu mani to'salg'i bo'lsa, namozga bo'lgan vaqtning namozga zarf bo'lishidir. Li'annahu lam yabqa vaqt chunki vaqt qolmadi. Dalilul zawal ya'ni. Nima qizayl oldi desa, çünkü vaqt qolmadi. Falamma kana kullu vaqt sababan, endi vaqtning hammasi sabab bo'lgandan keyin, qadoning sabab bo'lgandan keyin va huwa kamilun. Falamma kana kullu vaqt sababan lil qada va huwa kamil. Halbuki u kamil holatida. Vaqtning hammasi sabab degandan keyin buni biz kamil holatda deymiz. Endi qazo namozni shuning uchun sizlar qazo namoz bo'lsa, buni sizlar
vaqt naqs o'qilmaysizlar. Masalan, asrni tuniganning asrsini o'qimoqchi bo'lsangiz bo'lgan inda isfirar shams la tajuzu as-salat. Sen tuniganning asrini o'qimayman desanglar, kun saqlab qolgan joyda o'qilmaysizlar. Chuqum kun saqlash uchun buni o'qish kerak. Shunday emas, ya'ni vaqt qanday vaqtda makruh emas vaqtlarda, kun tiklab qolgan vaqt emas, kun chiqadigan vaqt emas, kun chekadigan vaqt emas, balki cheklanmagan makruh bo'lmagan vaqtlarda o'qish kerak. Tushunarlimi? Qazo namozni chuqum kamil vaqtda o'qish kerak. Shuning uchun biz nima deymada fahina idin tajibu salat. Anda olgandan keyin fahina idin shu chaqda namoz kamil vojib bo'ladi. Fala yataadda illa fil vaqtil kamil. Faqat lam kamil vaqt namozda bo'ladi. Va ilayhi ashara bi qawli ashunga musannif bizning qavldan ishorat qildi. Ya'ni falihada la yataadda asru amsihi fil vaqtil naqs. Shu sababdan uning tunigining asrisi naqs vaqtda ada topmaydi. Bi xilafi asri yawmihi degan o'zining kunining asrining xilofi bilan. Ya'ni fali ajli anna sababa wujub asl yawm. Yani demakchi bo'lgani bugunning asrisining vojib bo'lishning sababi vaqt naqs bo'lganligi uchun ilalam yuaddi fil ajza'i sahiha. U bugunning asrisini kamil juz'larda ado qilmasa va sababi vujub va tuniganning asrisining vojib bo'lishning sababi bo'lsa vaqtning hammasi bo'lganligi uchun yani al-faitul kamil fotoga vaqt bo'lganligi uchun qulna mundaq deymiz. Javob bu. Mundaq deymiz. La yataadda asrul ams fil vaqtin naqs. Tunigunning asri naqs vaqtda ada topmaydi. Li'annahu chunki u lamma fatatis salat an vaqt namoz shu vaqtdan fot bo'lgan vaqtida kana kullul vaqt sababan. Al vaqtning hammasi sabab edi. Va huwa kamilun bi'tibari akthar ajza'i. Yani u kamil vaqt edi. Nima kamil vaqt deysizlar desa bi'tibari akthar ajza'ihi. Yani onun cüz'lerini ko'proq e'tibor qilishlar. Nima kamil deymiz? Kalani savol kelish kerak. Asr namozi qazolab ketdi. Asr namozida qancha vaqt var dedik biz? Kamil, juz naqs var dedik. Endi maqbabdan fotoğraflar kamil yanib qoldi dedik. Nima qildi? Chunki kamil vaqt edi dedik. Qanday kamil vaqtida u joyda naqs vaqtim bor edi desa, chunki nima? Al-i'tibaru bil aghlabiyya. Masalan, 5 tane qo'l desam, 3 qo'lni qadag'asam bu qo'l hisob bo'ladi. Chunki ya'ni ko'p sonliq oz sonliqni egilaydi. Demak, asrniki vaqti naqs vaqti nima vaqtcha? Kamil vaqt jiq. Shunga biz kamil naqs vaqtni nazardan saqit qilamiz, kamil vaqt deymiz deydi. Va in kana yashtamil ala al-vaqt an-naqis fala yasihu qada'uhu illa fi al-vaqt al-kamil. Ya'ni agarcha u vaqtni naqs bo'lgan vaqtni o'chiga olgan taqdirdami, fala yasihu qada'uhu deguniki faqat lam kamil vaqtda qazosini qilishi durust bo'ladi. Va yataadda asru yawmihi fil vaqt an-naqis. Endi shu kunning asrisi naqs vaqtda ada topadi. Li'annahu lamma lam yuaddi fil vaqt al-awwal. Chunki u asrini birinchi vaqtda ado qilmagandan keyin vattasala shuru'uhu fil juz'na. Uniki namoz shuru qilishi juz'un naqs bilan tutashdi. Kana huwa juz'un naqs bo'lgan juz'i sababan li wujubihi. Bu namozning vojib bo'lishning sababi bo'ldi. Fa yuaddi naqsan. Bugunning asrisini naqs ado qiladi. Kama vojib bo'lganidek. Va la yuqal. Endi yeni bir savol kelib qoldi. Endi bir savol. Sizning Allohning hamma qildiga to'xta. Amisi bir odam namozga qachon shuru qildi? Vaqt kamil vaqtda shuru qildi. Uzun o'qib naqs vaqt kelib qolgan bo'lsa asrini. Xuddi bomdatni bir odam kun chiqishdan burun shuru qilib, namozning asnosida kun chiqib qolsa namoz batil bo'ldi dedikmi? Xuddi shuningdek asrga men Allohu akbar deb kun qabla isfirosh shams shuru qilib kun saqlab qolgan bo'lsa namoz batil degan o degan savolni so'zi bir odam deydi. Endi vala yuqal bunda deyilmaydi. Inna man shara'a salat al-asr fi awwal al-vaqt. Bir odam yani kamil vaqtda asr namozini shuru qildi. Thumma maddaha andikin asrini ta'dil arkan bilan kamil barliq rukunlarni kamil qilib subhanallah subhan robbiyal azim subhan robbiyal a'la qatl kamil o'qib va tatvil qiraatini qatl uzun qiraat qilib uzun o'qib ila an g'alabat shams kun chekkucha hatta kun ila isfarar shams bo'ldi ha kun sarf qolguncha kun chekkucha uzun o'qibdi. Fa inna hadhihi as-salat qad tammat naqisatan. Bu namoz naqs holda tamom bo'ldi. Va kana shuru'uha fil vaqtil kamil. Bunun namoz shuru qilishi kamil vaqti bo'lgan. Demak, gaydanga kamil vaqti vojib bo'lgan, lekin bu naqs ado qildi namoz. Buni qanday qilasiz desa, li anna naqul. Anda gap deyilmaydi nemishqa chunki biz bunda deymiz.
İnnemâ yelzemu hâzâ darûret ibtinâihi alel azîme. Mana bu nimişki lazım, bu nimişki lazım kılıdı. Yani o namazdaki bu adamdaki azimege kurulganlıkının zürür boğalık için lazım kılıdı. İnnemâ yelzemu hâzâ darûret ibtinâihi alel azîme. Yani bununki bu adamın azimetki bina kılınganlıkının zürürlük için lazım kılıdı. Azimet degan nima bilamsizlar? Azimet degan hech qanday vositsiz farz bo'lgan. Aqimus salah desanglar azima. Namozni o'qish azima tushunolma. Ammo bizni ruxsat deb bir narsa bor, ruxsat. Ruxsat degan vosita bilan. Masalan, namozni o'qish nima? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan azima. Namozni vaqtida o'qish nima? Namozni kamil vaqtida o'qish. Masalan, peshim namozini qachon o'qish, shu kun ilgan tatib, aynasini sayısı ishga o'xshatuvchi o'qish. Asl namozini kun aynasini sayısı yetgan tatib, kun kuchaytiruvchi o'qish nima? Ma'u azima. Tushunolma? Endi bizda va iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Agar sizlar safar qilgan bo'lsanglar, namozni qazo qilsanglar gunoh yo'q degan nima? Ma'u ruxsa. Bunun da bu azime emas, bu ruxsa. Çünkü sefer degan narsaning birisi asli bo'lgan vaqtida o'qish farz bo'lgan namozga to'g'ri kelib qoldi. Arzulab yuzbadi, hadisni biz yuzbadi, vositani biz yuzbadi. Shuning bilan amisi mayli nima huquq qazo qilsanglar dedi. Ma'lisini deb ataladi, ruxsa deb ataladi. Ammo azima degan shu vaqtning o'zida qazo qilsa azima bo'ladi. Shu nimani tatib, aynasini asli namozni misol olsak, shu aynasini sayishki etganini tatib kun kuchaytguncha ado qilsa azimani qilgan bo'ladi, aqimus salani ado qilgan bo'ladi. Fa innal azimata fi kulli salat. Çünkü azima her bir namazda yuadda fi tamamil vaqt. Yani vaqtning tamomini ichida ado qilinsa azima bo'lgan bo'ladi. Fal ihtirazu anil karahati ma'al iqbali alal azima. Yani azimaga yuzlanish bilan karahatdan saqlanish nima? Mimma la yajtami'u qattu. Hargiz jam bo'lmaydi. Bir odam men namoz o'qiyman, aqimus salat amal qilib aslini o'qiyman deb qaysi vaqtda o'qigan bo'lsa, hech kim o'qiyman, kun kishi bo'lib o'qiyman deb o'qisa bo'ladi degan gap bilan, ma kun saqlab qolganda o'qisin makruh degan gap ikkisi jam kelmaydi. Jimishdan kelmaydi ya azimani qilish kerak yoki makruh qildirish kerak. Qaysi kuchli desa azima kuchli. Undaq ikkisi jam kelmaydi. Faj'ila hadal qadar min al karahati afwan. Endi karahatdan bo'lgan mushu qadar, mushu miqdor afv qilindi. Yani afv qilindi degani bir odam kamil vaqtda Allohu akbar deb shu qilib nima vaqtda qilgan bo'lsa, karahat vaqtida qilgan bo'lsa, bu nima qilgandi? Afv deymiz. Lekin shuni qilmay turib bitib ketgan bo'lsa, bu afv bo'lmaydi. Tushunolma? Yani mesela namozga shu qilmay kechiktirib naqs vaqtda namoz shu qilgan bo'lsa, buni hukmi boshqa. Lekin o'zi nimada shu vaqtda namozga kamil vaqtda shu qilib naqs vaqt qilgan bo'lsa, bu chaqda bu afv qilinadi. Tushunolma? Chunki bu azimatni qilaman deb, men kamil vaqtda qilaman deb, azimatni qilaman deb, uni kenidan naqs vaqt deb qoldi. Ve min hukmihi ishtiratu niyati ta'yin. Endi ve min hukmihi ishtiratu endi shu birinchi navining hukmi. Biz to'rt turga bo'ldikmi? Ya'ni vaqtning muaddo uchun zarb bo'lishi, adoning sharti bo'lishi, vücubning sababi bo'lishi degan shu birinchi turining hukmi. Hukmining qatoridan ishtiratu niyati ta'yin. İştiratu niyeti ta'yin degan gap, ya'ni ishtiratu ta'yinun niyat degan gap. Ya'ni niyatni muayyan qilish shart. Tushunarlimi? Sizlar endi men ado o'qiyman yo qazo o'qiyman demoqchi bo'lsanglar, bugunning peshimini qilsanglar, men bugunning peshimini o'qishni niyat qildim, niyat qilish kerak. Chunki bu adoning vaqti kamil dedikmi? Vaqt kamil bo'lgandan keyin kamil vaqtning ichida nafl o'qishmi joiz, qazo o'qishmi joiz, ado o'qishmi joiz. Endi o'gandan keyin bu namozimiz qazomi, adomi, nafl uchun bu ashuniki ya qazo ya ado ya nafli degan gapni bo'lish kerak, tayin qilish shart. Men bugunning farzini deb o'qish kerak masalan. Aynan niyat qilish kerak. Ya'ni min hukmi hada qism alladhi huwa zarfun, ya'ni bu zarf bo'lgan qismniki, zarf ya'ni vaqt uning uchun zarf bo'lgan degan shu birinchi naviniki hukmidan ishtiratu niyati ta'yin, ya'ni niyatni tayin qilish sharti. Bi ay yaqula masalan bunda deb
Neveytu en usalliye zahrel yevm. Yani bügennin pişimini uşun niyet kıldım. Ya ki bügennin pişiminin adasını. Bügennin de mesela ada pişimlisin bu da. Bügennin de işletemez. Ada desin bunu. Ada pişimini uşun niyet kıldım desin bunu. Yani diken ne saklanış için? Ne bileyim nefle ve kazanı saklanış için. Ve la yasihu bi mutlakin niyye. Mutlak niyetten ben namaz uşun niyet kıldım dese la yecuz. Ya ben namaz uşun niyet kıldım. Ya ki ben pişim uşun niyet kıldım da güzel olmaydı. Çokum pişimnin büyüyenki pişim ya ki ada pişim. Yani bunu buluş gerek. Liannehu lemma kânel vaktu zarfen salihan. Çünkü neymiş hadis çünkü bu vakit vakti namazga yani şu vaktinin perz namazga ve ondan başka nefil namazlarga ve kaza namazlarına hemmigi zarif bulasıdı yarıgan diken hemmisi zarif bulalı diyeceğim vakit. Yani şu vaktin içinde vakti namazı mukalayımız, nefil namazı mukalayımız, kaza namazı mukalayımız. Anda var ki yecibu eyyuayyenen niyete. Şunun için niyetini muayyerleştirişi vacip bulur. Şunu ama bilen tanımı gep ne? Bilmiyorsan biliyor ama. Mesela yazı kutab okumak olsana eşya'l yevm. Bugün ne okudum ya ki kutabınınki bugünkü adasını. Kutabının perzinin adasını sana takım yaxşı. Töteket dişetemez la şertan. Bugünkü kutabının perzinin adasını sana takım yaxşı. En nocu. Bugünkü kutabının perzinin adasını anına. Ben bugünkü kutabının perzinin adasını okuşunu yaptım zaman bek yaxşı. Ve la yeskutu bi dayqil vaqt. Ama vaqtning qisab qilishidan niyat saqlanmaydi. Niyat tayin qilib saqlanmaydi. Yani ila daqil vaqt. Ani tavsiya. Yani bu kan vaqtdan ta vaqtga qolib qolsa, bi sababi taqsilihi ila axir vaqt. Yani bi sababi ta'khirihi degan gapim. Vaqtni oxirgi kichik turish sababidan, aw bi sababi nawmi uxlab qolgan sababidan, aw nisyani yak unutib qolgan sababidan la yeskutu ta'yinu an zimmati. Bu shuniki niyatda ashunam qilmoqchi bo'lgan namozining ado ya qada. Liqini tayin qilib verishini va zimmasidan saqit bo'lmaydi. Liannahu innama ja'a ad-diq bi sababi al. Çünkü buniki bu taqchilik alit bilan keldi. Uxlab qolishi va kichik turishi deganda unutib qolishganda ishdan keldi. Va fil asli kana aslida bu kanaliydi vaqt. Cho'qim osh niyatni qandoq bo'lsin osh niyatni qilib verish kerak. Muhim bo'lgan niyat. Innamal a'malu bin niyat. Va la yata'ayyanu bit ta'yin illa bil ada. Amdi bu niyatni ado qilish bilan tayin topadi. Bu odam men bu gap pishimni pishimning farzini o'qishni niyat qildim deb qolib, hay tartib yo'qkan tartibga deb chiqib tartib kelib niyat qilmay o'qisin bakachi. Bu qachon bo'lish kerak? Allohu akbar degan qo'pashdim bundan qilish kerak niyatni. Shunga tayin. Yani in ayana hada avval vaqt agar vaqtning avvalini birini tayin qilsa, avvalsida ya vaqtning o'ttirini ya oxirini tayin qilsa, la yata'ayyanu bi ta'yinihi lisan uni tildagi tayin bilan yoki qalbidagi tayin bilan, maqsadidagi tayin bilan tayin topmaydi. Illa iza adda. Fakat ada topqandilar, ada namozni ado qilganda tayin topadi. Fa fi ayyi vaqtin adda, qaysi vaqtda ado qilsa yakunu dalika vaqt mutayyin. Shu vaqt tayin topgan bo'ladi. Va illam yuaddi fi ma ayyanahu. Agar o'zi belgilagan vaqtda, muayyanlashtirgan vaqtda, tayinlagan vaqtda ado qilmasa, bal fi juz'in ukhra la yusamma qada'an. Ammo yana bir juz'ida ado qilsa, bu qada deb atalmaydi ekan. Qazo deb atalmaydi. Bu İmam Şafii'ye karşı yapalım. İmam Şafii eğer bir adam okumak olan namazını tayin kılıp, şu vaqt şu namazı tayin kılıp okumasa, tayin kılıp şu cağını yatıp okuması ki o vaxtda bu qazo buldu o. Deydiken. Bazı Şafiiler ne dediyse, cüzül evvel bir namazın birinci vakti adağı tayin tapqandır. Ve eğer birinci namazda avval vaqtda okumasa hemmimiz qazo hisoblanadi deydigan İmam Şafii. Tushunalmi? Endi Hanafilarning ba'zi deganki oxirgi juzi adoga tayin topgandir. Agar avvalda ado qilsa bu nafl bo'ladi, lekin bundan farz aqtul bu gap xato gap. Chunki bu gap qanday qilish kerak? Har bir juzi, vaqtning juzlarining har bir juzi shu amalni ado qilishning vaqtidir. Fatan agar birincisi tayin qilib olsa yoki oxirgisi tayin qilib olsa, bu yerda tarix qilib qoladi. Bu amrning xilofi. La yukallifu Allohu nafsan illa wus'aha degan amrning xilof bo'ladi bu. Shuning uchun cho'qim nima qilish kerak? Ado qilachaqda Allohu akbar deb shu qo'yib vaqt qoldimi tayinlashlar qilish kerak. Ya'ni tayin niyat qachon bo'ladi degan gap maqsadi. Namozni shu qilishdan billah qubaylaha. Namozga Allohu akbar deb shu qilishdan oldin bo'ladi. Niyat tayin qilish. Kel halisi fil yamin. Qasimida
Qasmini buzayotgan odamga o'xshash. Fa innahu yatakhayyaru fi kaffaratiha. Qasamini buzayotgan odam va qasamning kafarati haqida ixtiyor beradi. 3 narsani orasida. Ya 10 miskinga taom beradi, ya 10 miskinga tamoq kiyim-kechak beradi, aw tahriru raqaba yoki bir qul ozod qiladi. Fa in ayyana wahida minha bil lisan. Agar men 10 miskinga tamoq beraman yoki 10 miskinga kiyim-kechak beraman yoki bir qul ozod qilaman deb til bilan yoki qalb bilan bir tayin qilsa, niyat qilib la yata'ayyanu indallohi ta'ala ma lam yu'addi. Shuni ado qilmoqchi Alloh taolaning gaydi tayin topmaydi. Ado qilmoqchi. Fa iza adda salam tayin. Ado qilgan vaqtida qani daqsa ado qilsin, ado qilgan chaqda tayin topchi bo'ladi. Va in adda ghayra ma'ayyan. Agar va in adda ghayra ma'ayyanahu awwalan yakunu muaddiyan. Agar o'ziniki avval ado qilgan narsaning g'ayrini ado qilsa-mu, bu ado qiluvchi bo'laveradi, qazo qiluvchi bo'lmaydi deydi. Shuni mana bugungi intayin olgan foydamiz qolsa bo'ldi insonlar. Demak, bomdat vaqtida, bomdat keyin qo'pab qolgan chog'ida agar namoz o'qib turib kun chiqib qolsangizlar, namozingiz batil. Shuning uchun bu namozni boshqa o'qish kerak. Hisob bo'lmaydi, kun chiqib bo'lgandan keyin, kun nayzi bo'lib bo'lgandan keyin boshqa o'qish kerak degan gap. Endi ikkinchi olgan foyda asrdan keyin, ya'ni asr kun chiqib bo'lgan asrga shu qilib olsanglar, asr bo'laveradi degan gap. Uniki usuliy sabablarni deb atayna. Usuliy sabablarni. Tushundingmi? Biz hozir fiqh masalalarini o'rgandik bundan. Lekin bizning maqsadimiz fiqh masalasi emas. Shu nima uchun shunday bo'ldi degandiki, usul, dalil masalasi. Tushundingmi? Undan keyin niyatning qachon bo'lganligini bilmoqman. Niyat qilishning muhimligi va niyatning o'rni qachon bo'ladigan shu Allohu akbar deb shu qilishdan burunlab, shunchaki bir juz'un la yatajazza, parchalanmaydigan bir parcha. Shu vaqtda bo'ladi ekan. Endi balding niyat qilib qo'yib, uning keyinidan sabtizonlar, uni qilib, buni qilib deb qo'yib, niyat bilan ada tekbir tahrim orasida fasil bo'lsa, bo'lmaydigan degan masala chiqdi. Shunaqmi? Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.